2025-yilda O'zbekistonda o'rtacha oylik maoshi 6.376.000 so'm bo'lgan. Ammo bu summa Jizzax viloyati G'allaorol tumanidagi Lalmikor davolash bo'limidagi hamshiralarga tegishli emas. Ishonasizmi, ular bu aytilgan summadan 10 baravarlab kam maosh olishadi. Ya'ni oyiga 500.000 so'm, hatto undan ham kam. Va bu holat afsuski bir necha oydan buyon davom etib kelmoqda. 2025-yil iyul oyidan boshlab bu yerda juda katta o'zgarishlar bo'lib ketdi. Ya'ni bu yerda birinchi navbatda hamma sanitarkalarimizni, davolash muassasamizdagi hamma sanitarkalarimizni birdaniga qisqartirish bo'ldi. Keyingisi kunduzgi hamshiralarni qisqartirishga o'tdi va keyingi etap bizni oylik maoshlarimizni qisqartirishga o'tishdi. Hozirgi vaqtda o'sha iyul oyidan boshlab biz 500.000 oylikka ishlaymiz. Ya'ni 24 soat ishlab 8 soat, 7 soatga haq to'lanadi. Faqat siz olasizmi? 400-500 mi yoki hammamiz shunday olamiz. Bu oylik maoshning kamligi bo'yicha qayerlarga murojaat qilgansizlar? Glavvrachga murojaat qildik, hokimiyatga murojaat qildik. Obuzraf, va albatta Obuzrafga murojaat qildik, Sog'liqni saqlash vazirligiga. Hech qaysidan bir natija ko'rganimiz yo'q. Ular qanaqa javob berishyapti masalan? Ekonomistlar. Tayinli bir javob bergan yo'q. Ekonomistlar. Ko'rib chiqamiz deyapti, faqat vaqt o'tib ketyapti. Yaxshi bo'lib qoladi deydi. Xohlasalaring ishlanglar, xohlasalaring o'zlaring bilasizlar degan narsaga taqab boryapti bizlarda. Shu narsa faqat ular og'zidan chiqmayapti. Lekin hokimovni aytdi, hokimovni kelganda xohla ishla, xohla ishlama dedi. Ishlaydigan ko'p dedi. Ish topib beramiz, lekin hozir uni metalistlar bilan gaplashib ko'rgan masalan, metalistlar hisob-kitobni olib chiqarib beryapti. Remontdan oldin ham murojaat qildik. Yo'q, Javohirlikni, bunikini, siznikini Jidarda xuddi shunday vaziyat bo'lib turibdi masalan. Hamma narsani birlashtirib bitta postdan chiqarib berib turibdi. Xo'p, biz nima demayapmiz aka. Biz ham yaxshiroq oylik olib. Yo'q, mumkin bo'lsa oylik olishdan markazda ishlaylik. Hozir rahbarimiz keladi, rahbarimiz bilan chaqirganda keladi masalan. Rahbarimiz bilan razvo qilamiz. Hokim Movni ham kelgan. Telefonda qancha gapni gapirib tashladi o'sha hokim Movni. Ishlasang shu deydi, ishlamasang ishlaydigan ko'p deydi. Bugungi kunda bu shifoxonada davolash uchun hech qanday sharoitlar mavjud emas. Dori-darmondan tortib tozalash xodimlari, ya'ni sanitarkalargacha, hatto shifokorlar ham faoliyat yuritmaydi. Ammo ko'rib turganingizdek, bu yerga kelayotgan bemorlarning keti uzilgani yo'q. Shu sababli ham hamshiralar bu yerda uzun kun faoliyat yuritishga, ishlashga majbur bo'lmoqda. Glavvrachimiz aytdi. Xohlasang dedi, ket dedi, 7 soat ishladik, qolganiga ketaverishing mumkin dedi. Lekin bir marta shunday qilib ham ko'rdik. Kechasi 12 da bemor keldi. Bemor keldida hamshira izlab qoldi, vrach izlab qoldi. Shikoyat qildi. Endi biz ham qaytdik, glavvrach aytdi deb ketgan kunimiz bo'ldi. Bir marta shunday qilib ko'rdik. Lekin oqshomiga bemor izlab qolgandan keyin yana 24 soat ishlayapmiz. Bugungi kunda bemor davolanish uchun sharoit yo'q. Nima uchun deganda, kichik tibbiy xodim yo'q. Tozalik bo'lmasa, bilasiz, shifoxona sharoitida kasal yotqizish noto'g'ri narsa. Shifokorimiz ham yo'q. Dori-darmon, unaqa sharoit hech narsa yo'q. Unaqa narsa bilan hech kim ta'minlagani yo'q. Dori-darmon faqat bemor o'zi olib kelgan dori-darmonni ishlatamiz. Lekinda to'satdan favqulodda biron bir to'satdan kasal bilan, masalan, anafilaktik shok bo'lsa yoki yana nimadir kasal bilan kelib qolsa, to'satdan birinchi yordam ko'rsatishga bizda sharoit yo'q hozirgi paytda. Shuning uchun kasal yotishga sharoit bor deb ayta olmaymiz. Xo'sh, o'zi bu shifoxona va uning hamshiralari nega bu darajada qarovsiz holga kelgan? Mazkur savolga javobni G'allaorol tumani tibbiyot birlashmasi bosh shifokori Xurshid Saidovdan oldik. Bu hozirgi ayni vaqtda yo'q. Nega yo'q? Sababi joriy yilda mana biz tajriba sinov hudud sifatida tanlab olinganmiz va bugungi kunda biz o'sha respublika bo'yicha 15 ta tumanda bittasimiz. Ya'ni turk tajribasi o'tkazilmoqda bizda sinov tariqasida. Ya'ni biz bugungi kunda G'allaorol tuman sog'liqni saqlash bo'limida 14 ta oilaviy poliklinika bo'lgan. Bu o'sha 2025-yilda iyul oyigacha 14 ta poliklinika bo'ldi va mana shu yangi tizimga o'tishimiz natijasida bizda bugungi kunda 23 ta oilaviy poliklinika
faoliyat olib borilmoqda, ya'ni 9taga ko'paydi. Endi sobiq lalmikor davolash bo'limi bugungi kundagi o'sha jahon standartlariga, sog'liqni saqlashda o'z talablariga javob bermaganligi sababli ayni vaqtda faoliyat yuritmayapti. Ya'ni nima uchun faoliyat yuritmayapti? Chunki ushbu muassasada yoki shunga o'xshash muassasalarda shifokor yetishmasligi bizda bor. Ya'ni shifokor bo'lmagan joyda o'z-o'zidan tabiiyki bemor yotib davolanmagandan keyin ushbu muassasani faoliyat olib borishda hech qanday bir mantiq yo'q. Ammo hamshiralar va aholi vakillarining aytishicha, bu yerda shifokor bo'lgan, lekin kam maosh tufayli u ishdan ketishga majbur bo'lgan. Chunki shifokorimiz bor edi, shifokorimizga 6-7 oy davomida oylik chiqmagani uchun ishini o'zgartirishga majbur bo'ldi-da, u kishi ishdan ketdi bizdan. Lekin u shifokor juda ham malakali, opitni shifokor edi. Vrach talab qilgan vaqtimiz men bu kishi talab qilgan, bu kishining o'ziga aytgan. Vrach yo'q bo'lsa, loyda yasab beraylik menda vrachni degan. Dori-darmonlar. Vrach yo'q chunki degan. Lekin bor vrachni saqlab qola olmadi. Bor vrachni. Ishlayman degan vrachni haqiqatan saqlab qola olmadi. Bu har kuni ertalab 8 da kelib, abitinga soat 4 da ketadi. 700 ming, 800 ming oylik chiqadi o'sha vrachimizga. Kim xohlaydi? Qaysi oliy toifali vrach 700 ming, 800 ming oylikka ertalab 8 dan kechqurun 4 gacha ishlaydi. U hali ham shunchalik ishlagan, shuncha vaqtda men ham ishlardi. Yo'q. Shifokor oyligini olgan, shifokorda hech qanaqa masalasi yo'q. Shifokor ishlagan, shifokorda ishlagan oyliklari berilgan, shifokordan ham bemalol intervyu olishingiz mumkin. Aholining esa bu shifoxonani saqlab qolish uchun murojaat qilmagan joylari qolmagan. Bizlarga mana yoqda Pirivka borish uchun ham 2 kilometr, 3 kilometr nariyoqqa boramiz, ikkita mashina almashib boradi. Bolalarimiz sovuqda sovuq, nebaralarimiz sovuq qotadi, issiqda issiq. Birovda pul bor, birovda yo'q, sharoiti bor. Shuning uchun borib Pirivka olib kelgancha bolalarimiz kasal bo'lib qolyapti, nebaralarimiz. Biz bu poliklinikani ochib berishlaringizni istaymiz ular. Murojaat qildik. Mualiga, Toshkentga ham bordik, o'zimizning viloyatlarga ham bordik. Hech yerdan yo'q. Natija yo'q. Hozir ana prezident qabulxonasiga ham chiqdik. 15 kunda hal bo'ladi dedi. Bilmayman, endi uni ham kutyapmiz. Bo'lmasa Toshkentga ketamiz deb o'tiribmiz. Bizning aholimiz juda qiynalyapti. Odamlarga 3,5 mingta aholiga bitta poliklinika, больница ochib beryapti. Bizlarda 5 mingta aholi bor. Poliklinikamiz ham yo'q, больницamiz ham yo'q. Biz qayerga borishimizni bilmaymiz hozir. Davlinamiz chiqadi bizning oqshom boshqa qiladi. Shu yerga kelardik, ukol qildirib ketardik. Shu yerda yotib davolanardik. Buni yopib tashladi shuni ham. Biz hokimga xatab borib keldik. Kechasi xat bilan borgandik. Aqboyev pasam ko'p borgandik. Ertaga dushanba kuni hal qilaman. Voy, kirmangizlar, viloyat hokimi qabulga. Agar yozildik, navbatda turdik. Keyin bir vaqtga kelib, endi kirmanglar. Men o'zim payshanba kuni dedim, boraman ertalab deb aytganlar deb kirgizmadi. Lekin bu kun kelib kutdik, Aqboyev telefonni ham ko'tarmadi, kelmadi, tamom. Minzdravga ham bordik Toshkentga. Qog'oz tashib keldik. O qog'ozimiz yo'q. Ana ularimizgacha nomerlargacha yozib bergan, Asiya olib bordi. O so'rayapmiz, hozir yo'q deb yurgan, u ham yo'q. To'g'risida, men juda yaxshi bilaman, haqiqat yo'q emas, bor. Aqboyev alladi. Kecha kuni keldik, kelmadi. Payshanba kuni kelmadi. Bizning balinsani qo'ysin, doktorlar ishlasin, vrach kelsin, vrach hal qilgan. Ha naqa boradi bechara, mana naqa boradi, ha nima ishlaysan? Shunday. Avvalam jugur, shu haqiqat qilib, mana mesestralar ishlasin, vrach ishlasin, bemalol kelib tekshirib ketaylik. Men ham shu yerga tekshirib kelaman. Ana qilsa vrachlar skori kelsa shitadi. Hozir o'lganingizning ishi yo'q. Ammo aholining talablariga qaramay, hokimiyat vakili bu shifoxonani yopish qarorini prezident farmoni bilan bog'lab, buni islohot deb atadi. Yo'q, mana 10 ta qishloq masalan shu yerga kelyapti, to'g'rimi? 10 ta qishloq 5 kilometr, 7 kilometr, 8 kilometrdan kelyapti. 1 kilometr qo'shilsa nima raziyat qiladi? Xo'p, aka endi. Savolga men javob berayman-da. Opa. Bilmadim, aholi shunga mana shu yerda saqlab qolish uchun harakat qilayotgan ekan. Aholi qarang, o'zi 5,5 ming ekan. Qarang, aholi 5,5 ming, to'g'rimi? Mumkin bo'lganda shuni biz saqlab qolardik. Lekin prezidentimiz 88-sonli farmoni chiqqan, tibbiyot isloh qilish bo'yicha. Isloh qilingandan keyin bu o'zi yopilib yo'q bo'lib ketishi kerak o'zi aslida. Yo'q bo'lib ketish. Lekin shunda ham boyagi hududning kattaligini hisobga olib, imkoniyatimizdan kelib chiqib ishlab turibmiz xolos.
Xullas, aholi shifoxona faoliyatining davom etishini istamoqda. Biroq hamshiralar bunday past maosh evaziga ortiq ishlab bo'lmasligini aytmoqda. Bu yerda masalan sog'liqni saqlash tizimi, sog'liqni saqlash xodimlariga katta e'tibor, katta imkoniyat, katta imtiyozlar berilganda paytda, lekin biz shunchalik maoshga tushib qolishimiz, shunchalik stavkalarimiz, soatlarimizni shunaqa darajaga tushib qolishimizga qanchalik to'g'ri? O'zimizni sohamizni yaxshi ko'ramiz. Baribir hamma o'zining sohasini xohlaydi. Agar oyligi yaxshi bo'lganda, shu sohani hamma ishlashni xohlaydi. Oxirat kelgan vaqtlarimiz ko'plar havas qiladi. Yo, ishimizdan faxrlanamiz, lekin har doim faxrlanamiz. Masalan, hamma ham boshqacha e'tibor, boshqacha mehr, boshqacha alohida hurmat bilan murojaat qiladi. Xalq orasida ham, masalan, mahallada ham, boshqada ham. Shoshilinch xizmat ko'rsatgan vaqtlarimiz qancha rahmatlar eshitganmiz. Masalan, shu yerda ham 3-4 ta qizlarimiz tekstilga ishga ketyapti, lekin anavi yo'qda, iloji yo'qda. Qaynada bor, qaynona bor uyda, bolalar bor, yosh oilani tebrashga qiynalyapti. Iloji yo'q, pul yo'qligidan. Misol 2026-yilda 1-yanvarda 20% ga tibbiyot xodimlari ko'tarilgan, oshirilgan. Lekin biz umuman sezmayapmiz o'sha narsani. Arzimagan oylikka ishlayotgan hamshiralar, shifoxonasiz qolayotgan qishloq ahlining nigohingizga intervyu berayotganini eshitgan mas'ullar bir zumda shu yerga yetib kelishdi. Ammo ular muammoga yechim berish o'rniga hamshiralarning o'zini aybdor qila ketdi. Provokatsiya qilib ko'taryapti, noto'g'ri ma'lum intervyu berilyapti, to'g'rimi? Nega ko'taradi? Hozir agar shunaqa qiladigan bo'lsalar, men shaxsan poliklinika bo'ladi deb aytdim. Oylik masalasida murojaat qildim men. Kim aytdi? Hartugul G'allarol tuman tibbiyot birlashmasi rahbari bu muammo tez orada hal bo'lishini ma'lum qildi. Aholini murojaatlarini inobatga olgan holda kecha 15-yanvar kuni mas'ullarimiz ishtirokida o'zimiz kelishib oldik. Respublikadan Sog'liqni saqlash vazirligidan mas'ullarimiz keldi bu borasida va kelishib oldikki, mana shu birinchi chorakni yakuni bilan mazkur hududda o'sha hozir yuqorida ham aytib o'tdim, 18-oylik poliklinikadan bu hududda o'zida 3000 dan ziyod, qariyb 4000 ga yaqin aholi bor. O'sha o'zini aholisiga bitta oilaviy, yangi oilaviy poliklinika tashkillashtirib berishdi. Birinchi oylik yakuni bilan biz rejalashtirganmiz va buning ustida amaliy ishlar, bu faqat gapda emas, amaliy ishlar olib borilmoqda. Xudo xolasa mana shu fursatdan foydalanib aytmoqchimanki, fuqarolarga tez kunda mana shu yana qaytarib aytaman, birinchi oylik yakuni bilan bu o'sha mart oyini Navro'z bayramiga xudo xolasa mana shu oilaviy poliklinikani tashkil etishimiz bizga nima deymiz? Rahbariyat tomonidan, hukumat tomonidan mana shu aholiga sovg'a bo'ladi deb ayta olaman. Bu hamshiralar hozirgi paytda tibbiyot tizimida faoliyat yurityapti. Bu yer yo'q bo'lsa, ular ham yo'qmi shunda? Yo'q. Endi keyin bularning taqdiri nima bo'ladi demoqchisiz? Bu muassasadagi har bitta o'rin bugungi kunda markaziy shifoxonaga qo'shib yuborilgan. Ya'ni ushbu hududda mavjud bo'lgan 5 ko'rika terapiya o'rinlari, 5 ko'rika raddom deymiz, tug'ruq kompleksining o'rinlari bo'lgan, bular va bolalar o'rinlari hammasi bugungi kunda markaziy shifoxonaga qo'shib yuborilgan va markaziy shifoxonaning hisobidan bu yerda oylik maosh olingan va shu bilan o'sha o'rinda yana bir narsa aytmoqchimanki, markaziy shifoxona bugungi kunda remont ishlari olib borilmoqda. 2 ta qavatda remont bo'lyapti. 2 ta qavatimizda o'sha radilniy kompleksda, bolalar bo'limida, terapiya bo'limida remont ishlari ketayotganligi sababli bular faoliyat yuritib turibdi. Ertaga 20 kun ichida xudo xolsa u remontlarimiz tugatiladi. Tugatilgandan keyin barcha xodimlar bilan birga o'sha markaziy shifoxonaga borib faoliyat olib borishdi. Oylik maoshi men xodimlarga ham aytganman, markaziy shifoxonaga borgandan keyin to'liq joyiga tushadi. Chunki u yoqda o'sha shifokorimiz ham bor, navbatchimiz ham bor. Hammasi bor. Biz ularga ogohlantirganmiz, ortiqcha ishlamaslik kerak edi. Men bugundan yana nazoratga olaman, ortiqcha ishlamaydi bular. Men bugundan nazoratga olaman. Agar bular kimdir ortiqcha ishlagan bo'lsa, bugun nazoratga olaman, ortiqcha ishlamaydi. Mana men siz orqali hamma xodimlarga ham aytyapman. 20 kun, uzoq 20 kun so'z beraman, ko'chirib ketaman. Ketasizlar, hammadan ketasizlar shu yerdan. Va'da amalga oshadimi? Nigohuz vaziyatni kuzatadi va bu mavzuga yana qaytadi.